Kepti bir Eshonboni oldiga. Eshonbo assalomu alaykum. Aman bir oila qurganimga 30 yil bo'ldi. Bir kun ham tinchlik yo'q. Oxir to'ydim, bu hayotdan zerikdim. Bir hurmatim ham yo'q, boshqa yo'q. Men ham xotinimni so'kaman, u ham gap qaytaradi. Xullas bo'lmabdi bu. Men yashamayman. Shunga sizdan maslahat so'ragani keldim. Men xotinim bilan ajrashib taloq qilaymi yo ajrashmaymi desa, Eshonbo jim o'ylab o'tirib bir minutcha o'ylab o'tirdi-da boshini mundoq saray qilib bir miyig'ida kulib, "O'tam, endi sen ajrashasanmi, sen ajrashmaysanmi? Buni endi qizig'i yo'q." Nimaga desa, 1 oylik umring qolgan. 1 oydan keyin o'lasan. Nima? 1 oydan keyin o'lasan, rostdanmi, rostdanmi? Menga duo qiling, Eshonbo. Har o'zi qo'ltig'idan tushib ko'chaga chiqdi. Shunaqa iflos odam ekanki, tekkanga tegib, tegmaganga kesak otadigan odam ekan, ko'chaga chiqib, "Voy, Abdurahmon aka, kecha uzr sizga qattiq deb qo'ydim. Dilingizni xafa qilib qo'ydim. Voy, otajon Ali xafa qilib qo'ydim. Voy, birodar, hammadan kechirim so'rab borgan." Uyiga borsa, har kuni eshigini gumbana qarz qilib tepib, so'kinib kirayotgan inson eshigini sekin ochibdi. Sekin olsa xotini hovlida turganimcha nima bo'ldi? Jinchaldimi bu? Shuncha yildan beri birinchi marta mana bunda qilib kirishi sekingina yumshoqqina so'kib kirardi. Keyin kiribdi-da xotinga, "Xotin yaxshimisan, tuzingmisan, sog'lig'ing yaxshimi, bolalar?" Hayotda qilmagan, bir marta halidan havol olmagan, darrov kechirim so'rab, "O'zi az kechir xotin, men senga erlik qilib bir marta hurmat ham qilmadim, odamni muomala ham qilmadim, kechir. Bo'ptiki, zo'rlabman, bo'ptiki, so'kibman, boshqa xo'rlabman. Meni kechir, uzr" desa, oxiri xotinni ham rahmi kelib yig'lab turib, "O'zi dadasi, siz kechiring, men sizga yaxshi xotinlik qila olmadim, hurmatingizni qilib", u ham kechirim so'raydi. Keyin qo'lidan o'shabdi-da yur debdi, qaynota qaynonani oldiga boribdi. Ulardan kechirim so'ragan, "Shuncha yil turmush qurib sizlarga bir tinchlik ham bermadik, rohat ham ko'rmadinglar, bizlarni kechiringlar, uzr endi." O'sha kundan beri masjidga qatnab qopti, 5 mahalla tomi ketib qopti. "Sanmisan, rostdan sanmi? San o'zing chiqdingmi masjidga? Voy, bo'lar ekan-ku, voy insof bersa chiqkanmas ekan" dedi. Mahalla xursand. Namozni birinchi safda imomning orqasida o'qilmish, tasbihlarni o'girarmish, duolari qilarmish. O'sha kundan beri qavm qarindoshlardan, ammadan xabar olgan, xoladan xabar olgan, qo'ni qo'shnilardan xabar olgan, qo'liga tushgan pulni ihson qilgan yetimimiz hamma hayron. Nima bo'lyapti o'zi bu? Lekin dardi ichida o'lasan degan dardi ichida, lekin kun ketyapti, g'ir kun ketyapti. U yaxshilikni qilib, yaxshilikka to'ymay yotibdi. Oxiri 30-kun keldi. G'usullarni qilib, yangi liboslarni kiyib, oppoq parastinalarni sotib yotib olib, o'limini kuta boshladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. O'lmadi. Turarmish, namoz o'qirmish, yana yotarmish, o'limni. Ertasi kuni yana shu ahvol, g'usulni qilarmish, yangi kiyimlar yotib o'limni kutarmish. Turarmish, namoz vaqtida namoz o'qirmish-da, shartda yana yotib o'limni. 3-kuni yana shu ahvol, yana o'lmabdi. Shart turdida boyaga Eshonboni oldiga bordi. "Eshonbo, sizlarni 1 oy oldin keluvdim. Oilamdagi notinchliklari, xotinim bilan kelishmovchiliklarni aytdim, ajrashaymi dedim. Sen ajrasan, ishlasanmi, ajrashmaysanmi, qizi yo'q. 1 oylik umring qoldi" dedi. "Ha, sanmi?" deydi. "Mana 1 oylik umring qoldi" dedi. "Mana 1 oy o'tdi, yana qo'shimchasiga 3 kun kutib o'tirdim o'limni. O'lmadim-ku" debdi. "Eshonbo, o'lmadingmi?" debdi. "Yo'q" desa, "1 kun o'lasan" debdi. Bizlarga bu ishora. 1 kun o'lasan debdi. 1 kun o'lamiz. Mana shu yerda hech kim qolmaydi. Hech kim nom nishon qolmaydi. Senga 1 oylik umring qoldi deganimdan keyin o'zgarish qanaqa bo'ldi? Voy Eshonbo, o'zim tanimayman. Xotinim tanimayapti. Jamoat tanimayapti. Navoiy shuncha zo'r odam ekansan, shunday saxiy, shunday ibodatli odam ekansan. Qayerda yuruding bu g'urbat hayotda? Nima qilib yuruding bu g'urbat hayotda? Oldinroq kelsang bo'lmasmidi? Oldinroq shunday insonni o'zingni xor qilib, o'zimni hech ibodatlar qilib to'ymayapman, yaxshiliklar qilib to'ymayapman. Undan oldinchi debdi, kemasingdan oldinchi buyursa, "Voy Xudo asrating Eshonbo, unaqa hayotim bilan dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Dushmanim ham undaqa hayot ko'r. Nima uchun sen shunaqa hayotda yashading, bilasanmi?" dedi. "Shuncha yil shunaqa hayotda nima uchun yashading?" Nimaga desa, "Bilmayman-sa, o'limni esdan chiqarganing uchun" dedi. Hozir hammamiz o'limni eslayotgan